Telegram orqali Apple aksiyasini sotib olish endi O'zbekistonda qonuniy. Bugun biz tokenlashgan aksiyalar va Telegram hamyonida ishga tushirilgan aksiyalarni sotib olish imkoniyati haqida gaplashamiz. Telegram hamyon dunyoda birinchi bo'lib O'zbekiston bozorida litsenziyalangan tokenlashgan aksiya sotuvini yo'lga qo'ydi. Shu joyda aniqlik kiritib ketaman. Tokenlashgan aksiya nima? Smart kontraktlar orqali birga bir bog'langan real aktivlar hisoblanadi. Siz sotib olgan token ortida real haqiqiy qog'oz aksiyalar turadi. Bu shunchaki raqamlar emas, balki dunyoning rivojlangan Shvetsariya kabi davlatlarida maxsus seyflarda saqlanadigan aksiya qog'ozlarini raqamli pasporti hisoblanadi. Eng qizig'i, token aksiyalarni mayda bo'laklarga bo'lish imkoniyatini beradi. Tasavvur qiling, bitta aksiya narxi $1000. Uni token bir nechta bo'laklarga yoki bir nechta minglab bo'laklarga bo'lib sotish imkoniyati mavjud. Aksiyalarni sotib olish oldinlari minglab dollar va murakkab brokerlik hisoblari kerak edi. Endi esa bemalol 10 USDT orqali dunyoning eng rivojlangan Tesla yoki Microsoft kompaniyalarini aksiyador ulushiga aylanishingiz mumkin. Eng muhim joyi, agar siz ushlab turgan aksiya, misol uchun Coca-Cola dividend e'lon qildi. Bu dividenddan sizga blockchain orqali token qabul qilish imkoniyati mavjud. Dunyoni istalgan nuqtasidan turib, Amerikaning eng rivojlangan S&P 500 ta eng katta kompaniyasiga aksiyasini sotib olish imkoniyati mavjud. Endi bir nechta faktlarni sanab o'taman. Dunyoda birinchi bo'lib aynan O'zbekistonda Telegram ichida litsenziyalangan tokenlashgan aksiyalarning savdosi yo'lga qo'yildi. Bu global moliya olamida yaxshi yangilik. Loyiha O'zbekistonda Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan to'liq nazorat qilinadi va litsenziyalangan. O'zbekistonda barchasi qonuniy hisoblanadi. Ayni vaqtda Telegram hamyonida 59 ta kompaniyani aksiyalarini sotib olish imkoniyati bor. Eng mashhurlari Apple, Nvidia, Amazon va Google, Tesla kabi ko'plab kompaniyalar va S&P 500 aksiyalarini olishingiz mumkin. Bu bozor shu darajada tez o'syaptiki, o'tgan yil ichida bozor hajmi 30 barobarga o'sdi. Agar hisoblasak, o'tgan yili 32 million dollar edi, bu yil esa 963 million bozor hajmiga ega. Hamyon bilan endi o'rtada brokersiz bemalol ishlash imkoniyati bor. Eng qizig'i, O'zbekistonda kriptoaktivlardan qilinadigan foyda uchun soliq to'lanmaydi. Aksiyalar bozorida investorlarda men nima haqida gapirayotganimni juda ham yaxshi bilishadi. Telegram orqali aksiyalarni sotib olish haqida qo'llanma kerak bo'lsa, kommentariyaga invest so'zini yozing, men sizga shaxsiydan yuboraman. AI, texnologiya va yangi moliya tizimlari haqida eng so'nggi yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, blogimni kuzatib boring.